Arashan qo'y zoti haqida. Arashan Qirg'izistonda chiqarilgan elita go'sht yo'q yo'nalishidagi qo'y zoti bo'lib, u 2021-yilda rasman ro'yxatdan o'tgan. Bu zot yirik o'lchamlari, tez o'sishi va yuqori go'sht sifati bilan ajralib turadi. Arashan qo'ylari gissar qo'chqorlari bilan mahalliy qo'pol junli ona qo'ylarni chatishtirish orqali uzoq yillik seleksiya natijasida chiqarilgan. Asosiy xususiyatlari vazni va o'lchami. Katta yoshli qo'chqorlarning vazni 180 dan 100 kilogrammgacha atrofida va undan yuqori bo'lishi mumkin. Bo'yi yerdan yo'lkani teppa qismigacha 100 dan 110 santimetrgacha yetadi. Yo'nalishi go'sht yo'q yo'nalishidagi zot bo'lib, dumba yog'i va go'sht chiqimi yuqori. Eksteryeri katta va kuchli suyak tuzilishi. Uzun oyoqlar, yirik dumba, qo'pol jun. Moslashuvchanligi Arashan qo'ylari tog'li hududlarga, yozning issig'iga va qishning sovug'iga yaxshi moslasha oladi. Tez o'sishi qo'zilar tez vazn to'playdi va qisqa vaqtda go'sht uchun tayyor bo'ladi. Qo'yni toza zotli Arashan deyish uchun tashqi ko'rinishi kifoya emas, balki aniq kelib chiqishini bilish lozim. Ota-onasini va ularni kelib chiqishigacha aniq tasdiqlangan ma'lumot bo'lishi lozim. Ya'ni shajarasini bilishingiz lozim. Xalqda buni liniya deyishadi. Hozirgi kunda eng mashhuri Saksonchi va undan tarqalgan Blandin va uni navarasi Frankel. Kelib chiqishi Arashan zoti Qirg'izistonda uzoq yillik seleksiya ishlari natijasida chiqarilgan. 1977-yilida Tojikistondan xissar qo'chqorlari olib kelinib, ular mahalliy qo'pol junli qo'ylar bilan chatishtirilgan. Shu asosda yangi seleksion liniya shakllangan. Zot 2021-yil 10-aprelda Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vazirligining qarori bilan rasman tan olingan. Qadri Arashan zoti fermerlar orasida quyidagi sabablarga ko'ra yuqori baholanadi. Tez o'sish, katta vazn, yuqori go'sht chiqimi, kuchli genetika. Seleksiya uchun mo'ljallangan sof qonli qo'chqorlar ba'zan 10 va bir necha yuz minglab dollarga baholanadi.